Joni, hayotim, qayerda yuribsiz? Ming marta telefon qildim sizga. Asalcham, ne vahma qilasan? Kelyapman-da, mashinangda maza qilib, kataysa qilib, kofe ichib, ana kungi borgan joyimizda. Joni, mayli aylanib kelgan bo'lsangiz yaxshi. Lekin kuni pochchalaringga like bosinglar deb istoriya qo'ygandim. Internetga chiqargandim. Endi hamma so'rayapti to'y qachon deb. Voy, qachon qo'yding mendan so'roqsiz? Bu kuni ko'rsatib yubordim sizni internetda. Tirnoqlarimni ko'rsatgan kunim ko'rsatib yubordim. Hamma so'rayapti, yoshing o'tib qoldi, nega turmushga chiqmaysan deb. Mana men ham ko'rsatdim-da. Mana meni uylanadigan bola, umr yo'ldoshim deb. Bekor qilibsan-da shu. Voy, Joni, nima bo'ldi sizga? Terlab ketdingiz, qizarib, Joni. Ana Reels ham qo'yib yubordingmi? Video. Yo faqat publikatsiyami? Joni, unisini ham, bunisini ham qo'yib yubordim. Qani, bir kommentariyalarni o'qiychi, qiziqdi endi odamlar nima deydi? Kommentariy sekundga kelyapti. Men o'qishga ulgurmayapman, Joni. Hamma ko'p yozibdi. Sapu belaya ro'zi. Qani, menga beringchi. Kim bu? Lyubichka, Bulichka. Bu Jonimi degan. Kim bu? Joni? Bu men kichik korxonada juda ham mashhurman. Qolaversa, men blogerman-ku. Joni Enderfoni degan profilim bor. O'shaning uchun bu ограничение dostupi qilib bekitib qo'yaman, kommentariyalarni o'chirib qo'yaman. Sen asabing buzilaveradi bo'lmasa, bo'lmasga noto'g'ri o'ylab, nima kerak seni ham panikaga solib. Bular meni o'sha korxonadan taniydi. O'chiring. Bular meni ko'ra olmaganlar. Instant, maktabdan, karyeramda hamma ko'ra olmagan qizlar bular. Hammasi ko'ra olmayapti meni yosh bolaga, yosh yigitga turmushga chiqayotganimni. Tez o'chiring bularni, ko'rmaylik. Asabimiz